O'tgan yili dunyoda 18 ming inson terror harakatlari qurboni bo'ldi. Bu 2012-yilga solishtirganda 61% ga ko'p. Bu ma'lumotlar Global Terrorism Index'ning seshanba kuni e'lon qilgan bayonotida aytiladi. Terroristlarning hujumlari shu vaqtga nisbatan 44% ga ko'paydi. 2013-yili jami bo'lib 10 mingga yaqin terakt bo'ldi. Portlashlar oqibatida eng ko'p Iroqda 6 mingdan oshiq odam qurbon bo'lgan. Undan keyin Afg'oniston, Pokiston, Nigeriya va Suriya turadi. Joriy yildagi ko'rsatkichlar bundan bir qancha ko'p bo'lishi aytilmoqda. 10 minglagan kishilar Afina ko'chalariga chiqib hukumatga qarshiligini bildirishdi. To'planganlar 5 yilgacha davom etgan tejash, ishsizlik bo'yicha fikrlarni aytishmoqda. Namoyish 7 mingga yaqin politsiyaning nazoratida bo'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Gretsiya 6 yilgacha davom etgan inqirozdan keyin oyoqqa turmagan, biroq moliya mutaxassislarining ta'kidlashicha, tejamkorlik yaqin orada to'xtamaydi. Toshkentdagi 2 aeroportga va sayyohlar ko'p keladigan Buxoro, Samarqand, Urganch, Navoiy shaharlarining havo maydonlariga Ebola virusini aniqlaydigan teplovizorlar o'rnatildi. Chegara nazorat bekatlariga qo'yilgan bu jihoz inson tanasidagi haroratni olis yerdan ham sezadi. Yaqinda o'zbek hukumatı Ebola virusini oldini olish bo'yicha fuqarolarni kasallik aniqlangan davlatlarga borishni taqiqlagan. Bunday qarorni qo'shni Qozog'iston ham kirgizgan. Afrikaning bir qator o'lkalarida avj olgan virus 5 mingdan oshiq insonning umriga zomin bo'ldi.